Hurmatli hamshaharlar, poytaxtimiz mehmonlari. Yana bir masalaga e'tibor qaratmoqchiman. Hozirgi kunda tasodifiy jinoyatlar ko'payib bormoqda. Bu nima degani deb savol berishingiz mumkin. Bu aniq shu jinoyatni sodir qilishga qasdi bo'lmasa-da, qaysidir holat natijasida hayajon yoki asabiylashish sababli fuqarolarimiz jinoyat sodir etib qo'yishni anglatadi. Tahlil qilganimizda Toshkent shahrida oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning 20% yoki har 5-si tasodifiy holatda sodir etilganligi aniqlandi. Misol uchun, yo'l talashi oqibatida o'zaro tortishib, gap talashish, yonida olib yurgan sovuq quroldan foydalanib yoki qo'liga erk berish natijasida 36 ta holatda tan jarohati yetkazish jinoyatlari, 19 ta holatda bezorilik, 10 ta holatda oilaviy zo'ravonlik va boshqa shunga o'xshagan jinoyatlar sodir etilgan. Bu holatlar natijasida kimdir jarohat oldi, kimdir jinoyat sodir etgan shaxs sifatida qonun oldida javobgar bo'ldi. Ularga jazo muqarrarligi prinsipi ta'minlanadi. Lekin shu jinoyatlarni keltirib chiqargan sabablariga e'tibor bersak, umuman arzimagan holatlar ekaniga guvoh bo'lamiz. Misol uchun, Uchtepa tumanida 22 yashar talaba Odilov 26 yashar boshqa talaba Sherali bilan o'zaro turtilib ketganligidan o'rtalarida janjal kelib chiqadi. Natijada Odilov Sheralovni urib, tan jarohati yetkazadi. Holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Yoki Shayxontohur tumanida fuqaro Abzalov o'ziga tegishli transport vositasini boshqarib borayotganda orqasidan signal bergan boshqa umuman tanimagan haydovchi Zufarov bilan janjallashib, uni urib, o'rtacha og'irlikdagi tan jarohati yetkazgan. Holat bo'yicha tegishli moddalar bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ko'cha va jamoat joylarida harakatlanish davomida muomala madaniyatiga, jamoat tartibiga rioya etsak, o'zaro hurmat va andisha qilganimizda bu jinoyatlar sodir etilmas edi. Barcha gumonlanuvchilar va jabrlanuvchilar bunday jinoyat sodir etganligidan afsusdaligini bildirishgan. Bir daqiqa ichida muammoni o'zaro hal qilib, kelishib ketish mumkin bo'lgan joyda bir necha oylik vaqtligini muammoni hal qilishga sarflashadi. O'zingiz o'ylang. Jinoyat sodir etilgandan so'ng tergov harakatlari olib boriladi. Dalillar to'planadi. Hujjatlar sudga oshiriladi. Sud tomonidan ish ko'rib chiqilib, jazo tayinlanadi. Bularning barchasiga kamida 5-6 oy umringiz ketib qoladi. Buni o'rniga o'z vaqtida bitta gapdan qolib kelishib ketish yaxshi emasmi?